Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda matematikada juda ko'p misol, masala va tenglamalar yechishda foydalanadigan proporsiyani o'rganamiz. Xo'p, proporsiya o'zi nima? Ikki nisbatning tengligi proporsiya deyiladi. Mana proporsiyaning umumiy ko'rinishi yoki buni bunaqa ko'rinishda ham yozsa bo'ladi. A ni B ga nisbati teng S ni D ga nisbati. Xo'p, bu narsalar mabodo hozir eshitayotgan vaqtingizda tushunarsiz bo'lsa, buni pastda misollar bor, o'shalarni ishlayotganimizda yaxshilab tushunib olasizlar, unaqa qiyin narsa emas. Bu tenglama masalalarni ishlashimizda ishimizni osonlashtirish uchun kerak bo'ladigan narsa proporsiya. Xo'p. Demak, qaranglar. Proporsiyani o'rta hadlari va chetki hadlari bo'ladi. Mana chetki hadlari, bular o'rta hadlari. Keyin kichkina qoidamiz bor. Proporsiyani mana chetki hadlarni ko'paytmasi shu proporsiyani o'rta hadlarni ko'paytmasiga teng. Mana A ni D ga ko'paytmasi B ni C ga ko'paytmasiga teng. Va bundan tashqari bizda kasrli misollar ishlayotganimizda, ayniqsa tenglamalar ishlayotganimizda bu Xo'p. Bu proporsiyaning qoidalaridan ko'p foydalanamiz. Ya'ni mana misol uchun qaranglar. A ko'paytiruv D teng B ko'paytiruv C bo'lgan vaqtda bu narsa mana bunga teng, mashdagi hamma mana 4/1 ichidagi hammasiga mana shu narsa teng. Ya'ni qaranglar. Mana biz boshqa misollarda o'rganganmiz. Manaqa sonlarni misol uchun mana A ni topmoqchi bo'lsa, mana D bunga ko'paytiruv bo'lib turibdi. D ni barobardan bu tarafga o'tkazayotganda maxrajiga tushib qoladi. Mana bu ham xuddi shunday qarang mana. A taqsim B, mana B barobardan bu tarafga o'tganda A ni maxrajiga tushgan. 2 ga bu tarafda mana C turibdi. Mana bu yerga D bu yoqqa o'tganda C ni tagiga maxrajiga tushgan. Bu o'sha holati. Endi mana holatini qaranglar mana. Endi bu yerda bu tarafga B emas, C o'tyapti. A taqsim C, mana B taqsim D bo'lyapti. Mana bu yerga qo'ygan hammalarini qarasanglar ham xuddi shunaqa bir xil. Yana qaranglar. Shu bilan birga bu to'rtburchak narsani ichidagi narsalar ham bir-biriga teng, ya'ni qaranglar mana bu yerda A taqsim B, C taqsim D bo'lsa, mana bu yerda shuni teskarisi. B taqsim A, D taqsim C. Mana ko'rdinglarmi? O'rin almashgan. Ya'ni mana bunda surati maxrajiga maxrajni suratga tushirib qo'ysanglar, bu hosil bo'ladi. Ya'ni bu narsadan sizlar kasr misolda ishlayotganda nimalar qilsa bo'ladi? O'sha hammasini o'rganasizlar. Bu hozirgi aytgan ma'lum bilan buni solishtirganimni pastda misollarda ham ishlab ko'ramiz. O'shanda yana chuqurroq bilib olasizlar. Xo'p. Qaranglar, proporsiyaga bitta kichkina misol ishlaymiz. O'sha proporsiyani foydali tomonini ko'ramiz. Proporsiya bilan juda oson ishlanadi bu misolimiz. Qaranglar, Olimjon 3,5 soatda 14 kilometr yo'l bosishi mumkin. U shunday tezlik bilan yursa 8 kilometr masofani necha soatda bosib o'tadi? Yechilishini qaranglar. Bunda oddiy proporsiya tuzib olamiz. Proporsiya ya'ni mana qaranglar. 3,5 soatda 14 kilometr. 3,5 soatda 14 kilometr. Keyin aytilyapti, u shunday tezlik bilan yursa 8 kilometr masofani necha soatda, ya'ni necha soat? Soati noma'lum. O'shaning uchun mana biz mana bitta 3,5 soatda yozdik. Soat tagiga o'sha noma'lum x deb qo'yamiz. Keyin kilometr tagiga o'sha kilometrni qo'yamiz. Ya'ni noma'lum soatda 8 kilometr yuryapti. Endi mana qaranglar, bunda mana qilib 3,5 8 ga ko'paytirib, x ni 14 ga ko'paytirib proporsiyasini yozsak bo'ladi. Bu joydan x ni topsak, x teng 3,5 ko'paytiruv 8 manba 14 maxrajga o'tib qoladi. Mana bitta strelka emas, barobar desak bo'ladi shuni. Xo'p, mana shunda x teng 3,5 ko'paytiruv 8 taqsim 14. Xo'p, endi qaranglar, buni yana osonroq
ishlashimiz uchun o'zi shu vaziyatda 3,5 ni 8 ni ko'paytirib 14 ga bo'lsanglar ham bo'ladi, lekin shuni osonlashtirish uchun 3,5 ni ham kasr ko'rinishida yozib oldim. 7 taqsim 2 yoki sizlar anaqa yozsanglar ham bo'ladi. 35 taqsim 10 deb yozardik. Buni kasr ko'rinishida mana bitta 35 taqsim 10. Keyin ularni qisqartirsanglar ham baribir bir xil natija chiqadi. 7 ni 2 ga bo'lsa ham 3,5. Mana 7 taqsim 2 3,5. Mana 8 bilan 14 mana o'zi turibdi. Hop, 7 bilan 14 qisqartirdik, 8 bilan 2 ni qisqartirdik. 4 mana bitta 2. Shunda keyin 4 2 ga bo'lsa, javob 2. 2 soat bo'ldi shunda. Hop. Demak, 8 kilometr masofani u 2 soatda bosib o'tar ekan. Hop, endi qaranglar. Proporsiyaning noma'lum haddini toping. Hop, birinchisi va 6-chisini ishlab ko'rsatganman bu yerda. Hop, qaranglar, birinchisi qanaqa topamiz? Mana x ni 18 ga nisbati 68 ni 17 ga nisbati desanglar ham bo'ladi bu narsani. Xohlasanglar x bo'luv 18 teng 68 bo'luv 17. Shu yerda x ni toping deyishyapti. Topamiz hozir. Buni mana bo'luvlarni kasr ko'rinishida yozib oldim. Xuddi shu mana berilishidagi 68 taqsim 17 qilib yozib oldim. Endi bu yerdan x ni topib olsak mana bunaqa bo'ladi. Xo'p. Mana bu bo'luv 18 barobardan bu tarafga o'tayotganda ko'paytiruv bo'lib o'tadi. Shunda mana 68 yoniga ko'paytiruv mana 18 mana keyin maxrajdagi 17 o'z turibdi. Shunda 68 bilan 17 ni o'ziga bo'lsa 4 bo'ladi. Xo'p, 4 kara 18 keyin 72 bo'ldi. Endi 6-chisida qaraylik. 55 bo'luv x mana 5 bo'luv 3 mana yozib olamda. Endi qaraylik, bu mana bu yerga proporsiyani mana qoidasidan foydalanib, ya'ni kasrlarning suratini maxrajini suratiga chiqarib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda mana a taqsim b, bu yerda b taqsim a, bu yerda s taqsimda, bu yerda d taqsim s. Xo'p, xuddi shundan foydalanib mana bu yerda 55 taqsim x ni men x ni tepaga chiqarmoqchiman. X taqsim 55. Endi bularni o'rnini almashtirganim uchun teskarisini yozganim uchun mana buni ham teskarisini yozaman. Teng deb 5 taqsim uchun 3 taqsim 5 bo'ldi. Endi oddiy qo'nishga keldi. Bu yerdan x ni topsam 55 ni bu tarafga ko'paytirib o'tkazarsam bo'ldi. Mana x teng 3 ko'paytirib 55 taqsim 5 bo'ldi. Endi 55 bilan 5 ga qisqartirsak 11 bo'ladi. 3 kara 11 33. Xo'p. Qolganlarni ham ishlaylar. Yozsanglar men tekshirib beraman. Kommentariyaga yozsanglar. Xo'p, keyingisi tenglama neching? Xo'p, bu tenglama nechayotganimizda ham qaranglar qanaqa qilamiz. Mana 3 ta mana bu yerda ko'paytiruv bor, bilasizlar. 3 ko'paytiruv x taqsim 4 teng 9 taqsim 20. Xo'p, bu yerda x topayotgan paytimizda mana bu yerda ko'paytiruv ko'rinishida yozib oldim. O'zi unaqa yozishingiz shart emas, prosta men sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun yozdim. Xo'p, x ni o'zini topayotgan paytimizda mana bu yerda x o'zi qolish kerak, barobardan chap tarafda. Xo'p, mana bu yerga 4 xuddi mana misollarga o'xshab bu tarafga o'tganda ko'paytiruv bo'lib o'tadi. 9 ko'paytiruv 4. Mana bu yerda x oldidagi son, ya'ni 3. U barobardan bu tarafga o'tayotganda bu yerda surati turadi, bu yerda maxrajga o'tib qoladi. Mana bunaqa bo'ladi. 9 ko'paytiruv 4, 20 ko'paytiruv 3. Xo'p. Bo'ldi, endi keyin qisqartirsak 9 bilan 3 qisqartirsak 3, 4 bilan 20 ni 4 ga bo'lsak 5. 3 taqsim 5. Shunda x'imiz 3 taqsim 5 ga teng bo'lyapti. Mashtiga. Xo'p, bu mavzuni mabodo menimcha o'zi ishlashni bilasizlar, chunki bunga o'xshagan misollarni undan oldingi misollarda ham, undan oldingi darslarda ham ishlaganmiz. Mabodo o'tib tushunarsiz bo'lsa, yana bir marta yaxshilab e'tibor bilan ko'rib, keyin nimani gapirayotgan bo'lsam o'shani mana shu misollarni ishlayotganda yozib, o'zingizlar ham baravar ishlasanglar, mana shu misollarni ishlayotgan vaqtida
O'shanda menimcha yaxshilab tushunib olasizlar, chunki bu mavzu matematikada keyinchalik juda ham kerak bo'ladigan va sizlarni ishlash tezliginglarni oshiradi, ko'p mashq qilib ishlasanglar. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar.